Qara dengizdagi taraqqiyot Amerika bilan Rossiyani yana bir qarama-qarshi holatga kelib keldi. Ukraina tashqi ishlar ministri Dmytro Kulebaning Washingtondagi ziyorati Rossiyada asosli kun tartib bo'lib qoldi. Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken biz Rossiyaning rayondagi odatdan tashqari harbiy faoliyatini ko'ryapmiz. Biz Rossiyaning 2014-yili Qrimga tajovuz qilishga o'xshash yangi bir tajovuzchilik urinishidan andisha qilamiz dedi. Xitoy doiralari o'qituvchi san'atkor Badyosovning Italiyada rasm ko'rgazmasi o'tkazishiga norozilik bildirdi. Lekin Italiya ko'rgazmani amaldan qoldirish talabini rad qilish orqali fikr erkinligini qo'g'didi. 10 yildan ko'proq vaqtdan buyon Xitoy Kompartiyasining o'qituvchisi bo'lgan Badyosov 1989-yildagi Tiananmen maydonidagi qirg'inchilikdan Nobel tinchlik mukofoti sohibi Liu Xiaoboning davolanishig'icha bo'lgan voqealarda siyosiyonlarni haqoratlash va sezgur masalalarni tema qilish bilan dong chiqargan. Belgiyaning poytaxti Brüsseldagi simvollik qurilish Atomium Sharqi Turkistonning ko'k ranglik bayrog'ining rangida yoritildi. Uyg'urlarga erkinlik degan xatlar yozildi. Bir kunda Fransiyadan Angliyaga dengiz orqali kesib o'tgan ko'chmanlarning soni 1185 ga yetgandan keyin Angliya Fransiyani ogohlantirdi. Angliya bosh ministri Boris Johnson Angliyaga o'tgandan keyin ko'chmanlarni qaytarishning mumkin emasligini bayon qilib, prezident Emmanuel Macronni ko'chmanlar krizisi uchun texnik ko'p ishlarni qilishga chaqirdi. Fransiya, Germaniya va Italiyaning chaqirig'i bilan Fransiyaning poytaxti Parijda xalqaro Liviya yig'ini o'tkazildi. Liviyadagi eng yangi o'zgarishlar muzokara qilingan yig'inga Amerika va Rossiyani o'z ichiga olgan nurg'un davlatlar qatnashdi. Yig'indan keyin e'lon qilingan bayonotda Liviyadagi har qaysi taraflar 24-noyabr o'tkazilmoqchi bo'lgan saylovga hurmat qilish va natijani qabul qilishga chaqirildi. Afg'onistonning poytaxti Kabulning g'arbidagi shialar ko'p sonliqni egallaydigan rayonda minibusga qo'yilgan bomba portlatildi. Taliban amaldorlarining aytishicha, portlashda 6 odam qazo qilgan, 7 odam yaralangan. 2022-yillik Dunyo Longqisi Yevropa rayoni shallash musobaqasi G guruhining 9-haftalik musobaqasida Jabal tarixni kutib olgan Turkiya davlat komandasi 6-0 natija bilan g'alaba qildi. Bu natija bilan ular nomerini Norvegiya bilan tanglashtirdi va umumiy kirgizgan to'p sonidagi bir farq bilan Gollandiyadan qolsalar guruhida 2-chi bo'ldi.